Ramazonga ham sanoqli kunlar qoldi. Saharlik uchun issiq yeguli tayyorlaymiz. Juda ham tez tayyor bo'ladi. Butun oila a'zolariga yoqadi. Juda ham kam narsadan tayyorlanadi. Buning uchun eriydigan sir, 3 ta tuxumni skоворodkada ozgina yog' bilan shunaqa atalab pishirib olasizlar va xolisizlar kolbasa ham qo'shib solsanglar bo'ladi. Va yufkani shunaqa tayyor lavash xamirlaridan foydalandim. Yufka mahsulotlarini Uzum Tezkor, Volt ilovasidan va Yandex lavka bo'limlaridan xarid qilsanglar bo'ladi. Razmerini o'zingizlar xohlagandek qilsanglar bo'ladi. Katta kichikligini o'zingizlar belgilaysizlar. Men sal kattaroq qildim, bittasiga bitta odam to'yadigan qilib. Va ichiga yig'ishni boshlaymiz. Kolbasa, sir va tuxumdan solib, shunaqa o'rab olamiz va skоворodkamizga juda ham kam miqdorda yog' solib, pastdan sal balandroq olovda 4 ta tarafini qizartirib pishirib olamiz. Tez tayyor bo'ladi, sirlar ichida erib, shunaqangi mazali, to'yimli taom bo'ladi. Butun oila a'zolariga yoqadi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib, yaqinlaringizga jo'natib qo'yinglar. Sergakning vaqti bo'lgan